Mashhura Nishanova birinchi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bir necha yildan buyon tarbiyachi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Birinchi maktabgacha ta'lim tashkilotida 6 yildan beri faoliyat olib kelmoqdaman. Bu yerga yordamchi tarbiyachi bo'lib ishga kelganman. U hozirda yaratilgan shart-sharoitlardan samarali foydalanib kelmoqda. Boshimiz hozirgi kunda ta'lim sohasiga juda ham katta e'tibor qaratganlar. Shart-sharoitlarni yaratganliklardan foydalanib, o'z ustimizda ishlasak, yetuk tarbiyachi bo'lamiz. Bu yil oliy ta'limni o'qib, imtiyozli diplom egasi bo'ldim va tarbiyachi lavozimiga o'tkazildim. Orttirgan tajribasi uning faoliyatini yanada samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Ustoz shogird an'analarida men bu yerdagi ustozlarimdan Muyassar opa, Risolat opa va ular bilan albatta hamkorlikda ish olib boraman. Bugungi kunda u bolalarni har tomonlama rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash ustida ishlamoqda. Hozirgi zamonaviy tarbiyachi avvalambor ona u hamma tomonlama bo'lish kerak. Aktyor, quruvchi, shifokor, bu hamma sohani egallagan bir ona. Mana shu joyda hamma sohaga yo'nalib, u o'zi qanaqa nimaga qiziqishini mana shu joydan egallab oladi. Ushbu sohaga qiziqish unda yoshlik davridayoq shakllangan va shu asosda tarbiyachi yo'nalishini tanlagan. Bog'chada katta bo'lganmiz. Bog'cha tarbiyachilarimni ko'rib, ularni juda ham havas qilganman va mana shu qiziqishim, havas qilganlarim bora meni mana shu kasbga yo'naltirgan. Mashhura Nishanova fidoyiligi va kasbiy sadoqati bilan yosh avlod kamolotiga hissa qo'shmoqda.